eshigini ochib, qo'shiq yetib borsin, to'ylar muborak videosini ko'rgan bo'lsangiz, ko'rib to'ylar muborak qo'yilgan. 1 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobar, ya'ni 10.300.000 so'm jarima jazosi tayinlansin. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bugun 12 mart, ayni damda biz Xonqa tumanidamiz. Xonqa tumanida to'y marosimlarida Gentra rusumli transport vositasini haydovchisi yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzib, boshqa harakat ishtirokchilariga hurmatsizlikda ifodalangan xatti-harakatlarni namoyishkorona sodir etganligi bo'yicha yo'l-patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan edi. Ushbu holat bo'yicha jinoyat ishlari bo'yicha Xonqa tumani tergov sudyasi tomonidan ushbu haydovchiga nisbatan qonuniy qarorlar qabul qilindi. O'rtoq haydovchi, hozir sud jarayoniga kirib chiqdingiz. Ushbu sud jarayonida sizga necha jazo tayinlandi? Haydovchilik guvohnomasidan 1 yilgacha mahrum etdilar, 25 minimal jarima etdilar. Boshqa haydovchilarimiz va boshqa harakat ishtirokchilari ushbu to'y marosimlarida harakatlanib yurgan haydovchilarga nima fikr bildirasiz? Barcha ishimni yetishimga tavsiya etmayman. Aytmanglar, bu ishni xato ekan. O'zim bo'lgan xulosani chiqarib oldim. Aytgan ishimdan pushaymonman. Demak, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, mana o'zingiz ko'rib, guvohi bo'lib turganingizdek, ushbu haydovchimiz ham to'y marosimlarida Gentra rusumli transport vositasida boshqa harakat ishtirokchilariga hurmatsizlikda ifodalangan xatti-harakatlarni namoyishkorona sodir etganligi bo'yicha bugun Xonqa tuman jinoyat ishlari bo'yicha tergov sudyasi tomonidan haydovchilik huquqidan 1 yilgacha mahrum qilinib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobar miqdorda jarima jazosi tayinlandi. Shunday ekan, barcha harakat ishtirokchilarida, ayniqsa to'y marosimlarida harakatlanadigan haydovchilarimizdan yana bir bor yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishliklarini so'rab qolamiz. Zero unutmang, qonun ustuvor, jazo muqarrar ekanligi albatta ta'minlanadi.